Bugun sotuvimizda Malibu 2 2.4 atmosferli mashinamiz. Mashinamizning kraskasi 3 ta detalida kraskasi bor ekan. Yana ustinglar bilan kelib tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Mashinaning probegi 178 ming, benzinda harakatlanadi. Motor, ходовой korobkalari hamma narsasi joyida. Mashinani narxiga keladigan bo'lsak, naqdga sotiladigan bo'lsa 14 ming deb aytayaptilar egalari. 6-7 ming puli borligi mashinamizni variantga 1 yildan 2 yilgacha chiqarib beramiz deyaptilar. Mashinamizning saloniga keladigan bo'lsak, mashinamizning salonlari juda ham zo'r holatda. Kojinli salon, torpedkalari, obshivkalari juda ham yaxshi, monitorlari ham hamma narsasi texnik holat, elektrический hech qanaqa ishi yo'q mashinani. Olasizlar, faqat haydaysizlar. Ozgina balonlariga keladigan bo'lsak, balonlari ozgina o'rta holatda, qishga borib bu sezonda yurib beradi, qishga borib taqib olish kerak bo'ladi. Agar sizga bu Malibu qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomer telefonimizni profili tagida qoldiramiz. Bemalol chiqib egalariga aloqaga chiqishingiz mumkin, telefon qilinglar. Bunaqa mashinalarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'linglar. Undan keyin Telegram kanalimiz ham bor. O'tib olsanglar, Telegram kanalimizda ham tez sotilib ketyapti mashinalarimiz. Joninglar sog' bo'lsin. Sen mening sirim, eng zaif sirim. Sen mening ruhim, eng yaqin dilim. Sen kabi malak topmadim jonim.